Yana bir mijozimiz aka bugun gilamlarni yoyib berdi. Ko'rishingiz mumkin, hol qismiga 2 metrli daroshkamiz, ya'ni bu Eron Marvarid kolleksiyamiz 1200 taro 3600 to'qim. Xuddi shu daroshkamizning davomi sifatida to'rga to'r dumalog'ini yoyib berdik. Gullari, ranglari qo'lga qanaq tushgan bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ayollarimiz sevimli xonasi, ya'ni oshxona qismiga art kolleksiya o'lcham 2,5 3,5 to'qilgan va nima desa bo'ladi, oshxona uchun juda ham chidamli gilamlarni yoyib berganimizni ko'rishingiz mumkin. Uni to'qimzichligi shunisidan bilinadiki, vorsi yo'q. Ya'ni kir har xil anaqalar ichida qolmaydi, ya'ni zagrizeniya deydi ruschasida. Uyimizning yana bitta xonasi, ya'ni milliy xona, ko'pincha namozxona deyiladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda o'zi kolleksiya Naval 1200 taro, Eronni 3600 to'qimda egilami. To'g'ri, xonadan egalarimiz hali ozgina lyustra bilan pardani endi ilishadi. No, gilamlarni o'zi xarid qilib olishdi. Bu xonamiz o'zi ota-onalarning yotoqxonasi, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda o'sha eskicha, ya'ni yosh kattalar yaxshi ko'radigan eski gullarni qo'yib berganmiz. Kolleksiya Trevi, o'lchami 2,5-3,5. E'tiboringizga uyimizning yuragi, ya'ni zal qismidamiz. Zalga Marvarid kolleksiyamizni to'rga 6 o'lchamda egilamni yoyib berdik. 1200 taro, 3,600 to'qim, 6 mm vors balandligi. Xo'p, uyimizning ikkinchi qavati hol qismidamiz. Bu yerga biz 2 go'ch o'lcham bilan to'rga to'r dumaloq o'lchamda egilamizni yoyib berganmiz. Kolleksiya Arvan 1200 to'qim zichligi, material akril polyester, vors balandligi 6 mm. Uyimizning родительский spalniya qismidamiz. Ko'rib turgan gilaminglar kolleksiya Montreal, o'lchami to'rga 6. Xonamiz juda ham keng va katta bo'lgani uchun shunaqa o'lchamni qo'yib berdik. Endi asanoy devordagi ranglariga moslamoqchi bo'ldik. Qolgani o'zi sizlarning kommentariylar. O'g'il bola yotoqxonasidamiz. Xonamizda dumaloq ko'rinishda bo'lgani uchun gilamiz ham xuddi shunga mosladi. Kolleksiya Barakva, to'g'ri bu nomni eshitmagansizlar oldin. Eron gilami 1200 taro, 3,600 to'qim. Sizlarni hozir qiz bolani yotoqxonasiga taklif qilamiz. Ko'rib turganingizdek, o'lcham to'rga 5. Xonamiz juda ham keng va yorug' bo'lgani uchun to'qroq ranglardan foydalandik. Kolleksiya Arvan 1200 to'qim, material akril polyester. Ikkinchi qavatimizning gassivoy spalnisiga kirib kelyapmiz. Ko'rishingiz mumkin, Arvan kolleksiya, o'lcham 3 ga 4. Gullari bejirimligi albatta devordagi gul qog'oziga juda ham mos kelgan. Xo'p, mijozimizning xonadonidagi gilamlar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kimga yana shunaqa gilamlar kerak bo'lsa, albatta bizga obuna bo'linglar. Quyida telefon raqamlarini qoldiramiz hamda Telegram kanalimizda. Bu juda ham muhim, chunki ko'rib turgan gilaminglarning hammasining narxi Telegram kanalida e'lon qilinadi. Biz bilan qolinglar.